Yana bitta obyektimiz bitta, xudo xolisa. Bunga 50 tali Royal Ariston qo'yildi. Undan tashqari bitta yarim degan mana shu do'q konturli katyolni qo'ydik. Ko'rib turganingizdek, bu bypass usulida ulangan. Xolisi Royal Aristonni o'zi ishlaydi, xolisi katyol bilan birga ishlaydi. Katyol yo'q turgan paytda через mana shu Ariston orqali chiqib ketadi. Ko'rib turganingizdek, 3 ta konturga bo'lingan, ikkitasiga triходовой klapan. Chunki bu yerda ikkita tomonga tupli pol tortilgan, ikkinga bitta mana batareyaga tortilgan. Batareyaga unaqa triходовой klapan qo'yilmagan. Bu triходовой klapanni asosan o'sha tupli pol bor joylarga qo'yilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki tupli polga bilasizlar, katta gradus kerak emas, uni chatishtirib normal holatga olib kelib beradi. Undan tashqari yana pogujniy termostatda obраткasiga qo'yib ketganmiz. O'sha gradusga qarab turib, nasos o'chib yonib ishlaydi. Ishimiz ko'rib turganingizdek chiroyli chiqqan. Agar sizlarga mana shunaqa santexnika xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Toplidomga murojaat qilsanglar, mana shunaqa batareyalarni ham akkuratniy qilib turib chiqarib, mana akkuratniy ilib beramiz.